Qarshilarda Cherry Tiggo 7 Pro avtomobili biza bunga Euro 4 propan gaz va uskunalar o'rnatib berdik. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'laqonli o'rnatilgan ehtiyot qismlar bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz. Boshqaruv blogimiz Alex kompaniyasidan Nano blogi hisoblanadi. Injektorimiz Rail IG1, fragment hech qazmaydigan shlanglar, XP original reduktorimizdan foydalanilgan, ko'p marotabalik, bir marotabalik filtrlar ham o'rnatilgan. Avtomobilimiz yangi, egalariga yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Tanlov uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Salon texnik joylashuvlar ham ko'rishinglar mumkin. Ballonimiz xudo xolasa 63 talik bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Zaxira g'ildirak qismi joyiga juda ham chiroyli tarzda joylashadi. Polkalarga ham hech qanaqa xalaqit qilmaydi. Agarda sizda Cherry avtomobillari bo'lsa, bizning servisimizga olib kelib, unga metan yoki propan gaz uskunalarni o'rnatishingiz mumkin. O'rnatiladigan uskunalarga 2 yil yoki 40 minggacha rasmiy kafolat beramiz. Bu videoni Cherry avtomobili bor va qayerda gaz qo'ydirsam ekan deb yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar. Amirga servis.